Biz ishimizga 5 yildan 7 yilgacha sifatiga garantiya beramiz. O'zi haqiqiy sifatli utepleniya qanaqa bo'lishi kerak? Birinchi obyektga kelganimizda bizni devorli tekisligini, notekisligini ip tashlab bilib olamiz. Bo'yidan va eniga ipni berib, tekis notekisligini aniqlab olamiz. Devorli tekis notekisligini aniqlab bo'lganimizdan keyin bazalt o'zini maxsus kilaylariga yopishtiramiz devorga. Orqasidagi kilayni qurishga va qotishga beramiz. Kilay orqasidagi qurib qotib bo'lgandan keyin 0.72 kvadrat bitta list bazalt 60 ga 1.20 5 ta dyubil zontik qoqamiz. 5 ta dyubil zontik qoqqanimizdan keyin bazaltimiz 100 kilogacha bemalol odamni ko'taradi. Dyubil zontikka qoq bo'lganimizdan keyin bazalt ustidan maxsus armirovchniy kley sloyini beramiz, bir sloy. Va uni qotmasidan oldin 160 grammlik setkalarimizni qoidasi bo'yicha bir-birini ustiga 10 chiqarib, treshini bermaslik uchun setkani qoidasi bo'yicha tashiymiz. Undan keyin setka bilan birinchi sloy kleylarimiz qotganidan keyin ikkinchi sloy finish va chistoyga tayyor holatga olib beramiz surib. Toshkentda har 3 uydan bittasi noto'g'ri texnologiya bilan utepleniya qilinganini hisobiga treshini berib yorilib ketadi. Ismim Shahzod, 8 yillik tajribam bilan har bir qatlamni texnologiya bo'yicha sifatli utepleniya qilamiz. Shu vaqtgacha 100 dan oshiq obyektni sifatli utepleniya qilib berganmiz. Sizga ham sifatli va ishonchli utepleniya xizmati kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling.